Ikkalasi ham 144 Hz va QD Mini LED modellari bo'lgan P8L va C6K modellarini bugun solishtirib o'tamiz. Nima sababdan $200 gacha farq berishini ham ko'rib o'tamiz. Bu modellarning 3 ta farqi bor. Hozir birma-bir tushuntirib o'taman. Birinchi sababi C6K modelimizning yorug'ligi 1000 nit hisoblanadi. P8L modelimizda bo'lsa 450-500 nit yorug'ligida ko'rsatadi. Ikkinchi sabab lokalniy zona zatemneniyasida nima deyiladi o'zbekchalar? Xullas, C6K modelimizda 242 ta lokalniy zona zatemneniya, P8L'imizda bo'lsa atiga 112 ta. Uchinchi sababiga keladigan bo'lsak, muhim jihatlaridan ovozi hisoblanadi. C6K modelimizda 2 ta bufer bo'ladi va 40 watt ovozga ega. P8L modelimizda bo'lsa bitta subwoofer bo'ladi va 35 watt ovozga ega bo'ladi. Bu farqlar narxiga ta'sir qiladi. Aytib o'tganimizdek, bu ikkala modelimizda ham 144 Hz QLED ekranli mini LED podsvetkali televizor hisoblanadi. PlayStation apparatlarini ham ulashga вообще zo'r televizor, kino, sportlarni ham ko'radiganlarni befarq qoldirmaydi. Eng zo'ri futbolni maza qilib ko'rsanglar bo'ladi. QD Mini LED modellarimizda qorong'uxonada ham zo'r tasvirga ega bo'ladi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 65 tali C6K modelimizda $800 turadi. P8L modelimizda bo'lsa $610 turadi. Ortiqcha to'lov qilishga arziydimi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar.